Assalomu alaykum. Vodiy Chorva kanalining obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugun molxonamizda mana bunaqa rangi ajoyib qashqa raqamli buzoqcha tug'ildi obunachilar. Kimgadir qiziq bo'lsa, kommentariyada fikrlarini bildiraman. Mol videosini qo'yganimizda ko'pchilik kommentariyada yozishdi obunachilar. Endi biz hozir boshqa molxonaga yetib keldik. Akalar, menga mana molxonamizga bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta mol bemalol bu yerda yotaverar obunachilar. Nima yeydi degan aka-ukalarimizga ularni yemi mana shu oddiy silos, mana obunachilar. Silosga shu kepak aralashtirib beriladi. Silosda ham shu mana ko'rib turibsizlar, oxiri to'lyapti mana obunachilar. Mana oxiri to'lyapti obunachilar. Mana. Bu necha metr, qanday qurilgan, qancha mablag' ketgan, hammasini keyingi videoda aytamiz. Sizlarda maksimal like va qo'llab-quvvatlashlaring bizga ancha motivatsiya bo'ladi, ancha turtki bo'ladi obunachilar. Mana ko'rib turibsizlar buzoqchani. Qiziqtirgan savollarni bemalol kommentariyada yozishlaring mumkin obunachilar. Molni ko'rsataman. Keyingi videoyimizda qo'y haqida, mol haqida bo'ladi obunachilar. Bundan-da kattaroq, bundan-da yirikroq molxonaga tashrif buyuramiz obunachilar. Buni yaxshi chiroyli qilib obzorini sizlarga keyingi videolarda ko'rsatamiz. Hozircha mana shu yeb ichib nima yeyotganini ko'rdilaring obunachilar. Yonidan uzilmaydi mana shu silos obunachilar. Silos uzilmaydi, shu oxiri to'la turadi obunachilar. Ortiqcha unga kepakka aralashtirib silos beriladi. Ortiqcha kunjara o'zini unaqa maxsus yemlar berilmaydi obunachilar bu mollarga. Mana shu faqat somonga aralashtirilgan silos edi. Shu oddiy mol boqish usuli mana obunachilar. Mana qancha foyda qilsa bo'ladi, qancha daromad, hammasini keyingi videoda men batafsil tushuntirib beraman. Boshqa molxonada 15 ta mol boqiladigan molxonada yana video qilamiz. Ko'pchilikka videoyimiz manzur bo'ldi. Qo'llab-quvvatlashdi. Hamma obunachilarga katta rahmat. Endi bu videoyimizni ham Xudo xolsa rekka chiqarib qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz bundan-da yaxshi videolarni qilishga harakat qilamiz obunachilar. Hammaga xayrli kun, kunlaring yaxshi bo'lsin obunachilar.